To'xtang. Ham shaharga yaqin, ham katta oilani bemalol o'ziga sig'diradigan shinam hovlini bir ko'ring. Olmayman deganingizda ham ovorasiz. Narxini qancha deb o'ylaysiz? Taxminingizni kommentariyada yozib turing. To'g'ri topdingizmi, yo'qmi? Videoni oxirida bilib olasiz. Hovli 7 sotix joyni egallagan 8 xonadan iborat. Katta oilalar uchun ayni muddao. Bino pishig'ichdan qurilgan, mustahkam asos ustiga plita bosilgan. Xohlasangiz yana ikkinchi etaj ko'tarib olsangiz bo'ladi. Hozirgi holatda kirib yashashga tayyor joylar bor, lekin yana kengaytirish imkoni ham mavjud. Kommunikatsiyadan umuman muammosi yo'q. Gaz, svet, suv hammasi bor. Kanalizatsiya davlat tomonidan kelgan. Tashvishi yo'q. Umumiy sanuzeli 2 ta, ichkarida bitta, tashqarida bitta. Jihozlarni olib chiqib ketishar ekan. O'z idingizga moslab ichini to'ldirib olaverasiz. Hovli keng, agorodi bor. Ko'cha tomon darvozaning tagida ham yana joyi mavjud. Ekin ekib hosil olsangiz bo'ladi. 10 ta mol qo'ylar uchun joyi bor. Tepasiga somon bosgani joyi ham mavjud. Chorvachilik bilan shug'ullanishni yoqtirganlar uchun zo'r imkoniyat. Selyos bosgani joyi ham tayyor holda. Agar siz oilangizni kengroq, tinch yashash joyiga ko'chirmoqchi bo'lsangiz yoki chorva tutib daromad qilmoqchi bo'lsangiz, aynan mana shu joy kerak. Bu hudud tinch, yo'li yaxshi, do'konlar va maktablarga yaqin. Videoni boshida aytganimdek, eng muhim joyi, ya'ni narxiga $100,000 baholashyapti. Yana kelishamiz deyishdi. Ekranda egalarning raqamlari turibdi. Bemalol bog'lanib, o'zingiz kelishingiz mumkin. Manzili Farg'ona shahri, 5 bola, Belova ko'chasi, 34-uy. Bundan tashqari yana 8 sotixli 9 xonali hovlimiz ham bor. Kirib yashashga tayyor, uni ham sotamiz. Narxini alohida kelishsak bo'ladi deyishdi egalari. Ana akam, opam ko'rdingiz, ma'qul keldimi? Bilaman, ma'qul kelgan. Endi shundoqgina kimga shunaqa joyni ilinsangiz, barchalariga ulashib, jo'natib qo'ying. Kim bilsin, balki shunaqa shinam xonadon begona bo'lib ketmas.